Sizlar bilan men Jamshid Ismat va assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Bobojon har doimgidek. Azizlar, hozir bo'lgan jarayonni Bobojon o'z kanalida yoritib berdim. Hozir Jamshid akamga ham sizlarga ham aytib o'taman. Qisqacha qilib tushuntirganim sababi men faqat imkoniyati cheklangan opa-singillar, imkoniyati cheklangan aka-ukalar, boshida o'sha eri yo'q, eri o'lgan aka-ukalari qaramagan insonlarni faqat uy-joy bilan emas, o'sha moddiy tarafdan un, moy produkti masalasi bo'yicha qo'llab-quvvatlayman. Nogironlarga aravacha 3 ta masala bo'yicha video lavha qilaman. Shu video lavha menga to'g'ri keladi. Sababi shuni bitta video qilaman, ikkinchisiga yopaman. Men 3-4 marta video qila olmayman. Men o'z imkoniyatim cheklangan. Qancha murojaatlar, qancha tashvish, uyimga kelib ketadigan inson qancha. Men YouTube'ga bitta video chiqarganim bilan meni mana bu yerda siz bilasiz, boshqalar biladi. 4-5 o'yingacha odam kelib ketadi. Ba'zida men yotib dam ola olmayman. To'g'risini aytayapman. Shu o'rinda o'sha ehsonni tarqatay deganda ham yuring, men oilaviy sharoitni ko'rsatay deb Umid akani uyiga olib bordim. Olib boray degan kunim ular ko'chyapti ekan. Xullas ijaraga borib turibdi ekan. Mana keldingiz, birgalikda uyimiz yo'q dedi, video lavha qildik. Lekin video lavhadan keyin Umid aka menga davolanishim kerak deb aytayapti. Keyin men sizga bir kun aytmadim, Umid akaga tushuntirdim. Aka, yana bir kun kuting. Biz xalqqa mana uy-joy masalasida video chiqardik. Nima uchun siz oldin aytmadingiz o'sha efirda? Onangiz ham keldi, ko'chada qoldik deb aytdingiz deb Umid akaga tushuntirdim. Oyog'im mana bunday qotib qolgan, Toshkentdan bitta professor aytdi, bu tizza qismiga ukol urar ekan, payni bo'shatib, nervni bo'shatar ekan deb rosa gapiravergandan keyin birinchi kun tushunuvdi, ikkinchi kun tushunmagandan keyin men sizga telefon qilishga majbur bo'ldim. Mana shunaqa gap ekan. Chunki bilaman achchig'ingiz keladi. Keyin achchig'ingiz kelsa ham yo'q, gap bu yerda meni achchig'im kelishda emas. Uzr-ku Bobojon. Bitta narsa. Lekin biz o'sha kuni mana bu yerda qanaqa kun sovuq edi. Ichkariga kirdik, tashqariga chiqdik, yana ichkariga kirdik. Oxiri bo'lmagandan keyin video qilish uchun yana tashqariga chiqdik. Shuncha ovoragarchilik men uchun emas, ovoragarchilik o'zlari uchun. Qanaqa holatda keldi, iltimos deyapti-da. Odam yordam so'rab kelyapti. Siz uni shunday yuzini ko'rasiz, gapingizni eshitasiz, lekin uni ichiga kirmaysiz-ku, men ichidagini bilmayman-ku. Mana siz shu paytigacha qancha doktorlarni ko'rdingiz? Qayerlarga bormadingiz? Bitta shoshmang. Ana shu yerda bitta gap aytaman. Umid akaga men aytib o'tdim. Umid aka, necha yil bo'ldi dedim? 8 yilmi, 7 yilmi shunaqa bo'ldi deb aytdi. Men aytdim 2 oy, 3 oy kuting. Uyingizni beraman degan, mana Pastarg'omdan bittasi gaz plita beraman dedi. Hozir aytib o'tdingiz, bitta nima Uchqo'rg'onda, Uchqo'rg'onmi, Namanganda Uchqo'rg'on degan tumani bor. Uchqo'rg'on tumani. O'sha yerda yer beraman dedi. Xullas bo'lmagandan keyin pul ularga tushgan. Bering dedi, men video lavhada ko'rsatib, o'zlarining roziligi bilan pulini ayla topshirdim. Yo'q, kecha onasi ham aytayapti-da, onasi aytayapti, men deyapti, bu Samarqanddan boshqa joyga bora olmayman, o'zimning vatanimdan ketmayman. Lekin o'zini vatanida ko'chada yashab yuribdi-ku. Lekin o'sha Farg'onagami, Andijongami, Namangangami yoki Qashqadaryo yoki Buxoro o'sha beraman, uy beraman, yer beraman degan odamlarni o'sha joyga borib yashasa ham hayoti bir tekis o'tib ketadi-ku. Men sizni tushundim. Yordam bo'lsin deb sizni chaqirganman. Lekin men bunaqa holatini bilganimda, lekin men kecha sizga ham to'g'risi gap achindim-da, chunki siz shularni uyingizga qo'yib yordam bering deb aytayapsiz, lekin yo'q deb ketdi. Men juda menga boshqacha bo'ldi-da. Onasi ham aytayapti, bolam, o'ylab ko'r, uyli bo'laylik. Mana o'tgan safar ham davolanding. Hozir mana bu xalq nima bo'lmaydi. Men xalqni oldida aytdim, men bitta video chiqarib yopaman, men uni 20 tala video qila olmayman deb o'zimni Bobojon o'z kanalida hamma fikrlarini o'zlariga qo'yib ber. Ko'pchilik hozir tushunmasligi mumkin, Shov-Shuv to'y kanalining kuzatuvchilari. Do'stlar, bundan ancha kunlar oldin o'sha sizlar bilasizlar, ehsonga borgandik, ehson tarqatgandik. Bobojon o'z kanalida xalq pul tashlab o'sha xalqni o'sha ehsonini olib borib bergandik. Mana kecha ham Shov-Shuv to'y kanalida 6400 rubl pul tashlagan ekan va Ozoda opamiz Portugaliyadan duo qilib qo'yasizlar. $50 pul tashlagan ekan. Mana shu qiynalgan oilalarga beringizlar. Mana ertadan keyin mana shu kunlarda fitr sadaqasini beradi-ku. Ko'pchilik o'shanga mablag' tashlagan ekan. Endi hozir 1 million 200, 1 million 300 ming
pul atrofida endi bir ikkita oilaga bo'ladimi yoki bitta oilaga bo'ladimi, shuni olib borib, bilasizlar, o'sha Umid ukamizni ham biz hozir qanaqa mavzu haqida gapirayotganligimizda do'stlar, o'sha yordam qildik. Juda ko'p aka-ukalarimiz Jamshid bir xona bo'lsa ham uy qilinglar, shuncha odamga uy qildilaring deganliklaringiz uchun biz Bobojon kanalida videoni qildik, Bobojonning kanalida, va undan keyin qarib o'sha kuni 20 ming rubl, 2,5 million pul tushgan. Kecha yana bir akamiz, Alloh rozi bo'lsin, pul tashlab 3 million pulni qilib berdingiz. Lekin ozgina sabr qilganda o'sha misolga mablag' yig'ilib uy bo'lardi-da do'stlar. Lekin mana kecha Bobojon o'z kanaliga kirsalaringiz, o'sha onasi bilan bolasi ko'chada yashab yuribdi-da. Ro'za Ramazon oyida hech kim ko'chada qolmasin. O'sha ko'chada qolib ketganligi uchun shu xalqimiz bilan bir 1000-2000 dollar pul yig'ib, bir 2 sutka uchastka olsak, undan keyin boshlanib ketadi hamma narsa. Shunaqa degan fikr bor edi, lekin o'zim ham nogironman. U insonni onasini gapini eshitib, keyin oxiri yana Umid akaga hazil qildim-da, unday bunday deb kelib aytdim, siz bilan mayli. Mana shu yerda videomizni yapyapmiz, kelajakda ehson, boshqa yordamlarni berib, sizni qo'llab-quvvatlaymiz deb aytdim. Boshqa meni ilojim yo'q. O'zim ham nogironman. Unaqa oyoqda yurib chopalab men hammaga nima qila olmayman. Hozir qiynalgan haqida gapiryapsiz. Qiynalgan inson mana shuncha desam ishonasizmi? Menga ham har kuni telefon qilyapti. Allohga behisob shukr, qo'llab-quvvatlab turibsizlar shu paytgacha. Lekin jigarlar, mana Bobojonni oldida ham aytaman, Bobojon ham yoki men ham bir insonga yordam qilish uchun video chiqaramiz. Kecha lekin uy qilamiz deb mana boshlab ozdan bo'lsa ham yordam beradi o'sha xalqimiz deb tushuntirdik u bolaga, lekin tushunmay mana pulini kecha qilib berdi. Bobojon o'z kanaliga kirsalaringiz, faqatgina ertaga har xil kommentariy yozib, o'sha kuni bilasizlar, mana shu yerda o'tirib efir qilganimizda har xil haqoratli so'zlar bo'lsa ham 2 soat shu bola uchun turib berdik shu yerda. Bizni so'kdi. Lekin mayli, bundan oldin ham so'kkan, bundan keyin ham so'kadi. Mayli, ro'za Ramazon oyida kommentariyaga so'kib yozsalaringiz ham mayli, qo'limiz ko'ksimizda. Faqat biz ertaga bu dunyodan yaxshiligimiz bilan ketamiz. Hech kim bu dunyodan o'zini boyagi bir xalta puli bilan yo 2 etajli uyi bilan yoki eng zo'r mashinasi bilan ketmaydi. Baribir ertami kechmi o'lamiz. Men shuni bilaman. Qolgani bekor gap. Shuning uchun bildirmoqchi edim-da sizga. Men shu narsadan hozir sizni oldingizga kelib juda ham ko'nglim kecha boyagi videoni ko'rgandan keyin xafa bo'ldim. Bobojon, bo'lmasa sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga rivoj. Yo, men ozgina video qilish uchun hozir men mana xalqqa tushuntiray, ertaga fikrimni aytib olay bo'lmasa. Mayli, hozir fikringizni aytasiz bemalol. Endi men fikrimni tugatay. Demoqchi bo'lganim, men mana shu to'y kanalini juda ko'p kuzatuvchilari, qarib 20 mingga yaqin odam ko'rib, Jamshid uy qilib bering shunga ham xalq bilan biz qarab turmaymiz degan uchun sizlarga to'g'ri tushuntiryapman, to'g'ri tushunasizlar. Umidni o'zi pulini olib ketdi, uyda endi o'zi qilib olar. Boshqa agar bundan keyin ham iltimos deb kelsa ham men videoga chiqarmayman u bolani. Men sizga to'g'risini aytayapman. Xullas, men uy-joy masalasi bo'yicha mana Jamshid aka ham shu ishda shug'ullangan, murojaat qilinglar. Chunki men bunaqa murojaat ola olmayman, mana vaziyatimni ko'rib turibsizlar. Men o'sha opa-singillarni o'sha to'y masalasi bo'yicha, o'sha nogiron, imkoniyati cheklangan insonlar mana shu xonadonda to'ylarni qilib beraman. Keyin Umid akaga kelsak, Umid aka loyihasi yopildi, lekin kelajakda u insonni o'sha nogironligini inobatga olib qo'limdan kelguncha o'sha kolyaska bo'ladi, moddiy yordam bo'ladimi, ularni o'sha navbatiga yordam berib boraveraman. Uy masalasiga o'zlari yo'q dedi. Mana Jamshid akamning o'zi aytayapti. Bobojon, endi kimdir juda ham qiyin ahvolda qiynalib kelsa, shunday efir qilib beramiz. Siz bilan mendan bitta efir qilib, bitta video qilish osmon uzilib yerga tushmaydi. Efir qilamiz, efirda mana xalqqa ko'rsatamiz qancha pul tushganini. Shu pulni shuni o'ziga beramiz, borsin farzandlariga ro'zg'orini qilsin. Chunki mana bu kiyimni yamab kiysa bo'ladi. Qorinni yamab bo'lmaydi-da. O'rinliga. Qorin och qolib ertaga uni orqasidan katta bir kasallikni olib kelsa, bu yomon bo'ladi. Shunday ekan do'stlar, bizni bugungi aytadigan gaplarimiz shulardan iborat.
o'zlari bilan o'zlari bo'lsin. Biz bundan keyin Umid haqida video chiqarmaymiz. Mana onasi kecha shuncha tushuntirgan bilan baribir kelib pulini bobojondan olib ketdi. Endi to'g'ri tushunasizlar, shu paytgacha xalqqa xizmat qilib kelganmiz. Bundan keyin ham xizmat qilishdan qaytmaymiz. Sizlarni kirib kelayotgan Ramazon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.